Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, qarindoshlariga va pensiya puliga o'z vaqtida ehtiyoj sezadigan oilalarga bevosita tegishli. Chunki pensiya bir kun kechiksa ham dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, qarz yoki boshqa zarur xarajatlarda muammo paydo bo'lishi mumkin. Men bugun gapiradigan masala shunchaki pensiya qachon tushadi degan oddiy savol emas. Bu yerda jadvalning o'zgarishi, kimning puli oldin tushishi, kimnikida kechikish bo'lishi mumkinligi, bank kartasi orqali oladiganlar bilan naqd shaklda oladiganlarning farqi, bayram yoki dam olish kunlari ta'siri, hujjatdagi xatoliklar va boshqa nozik jihatlar bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha asabiylashmaydi. Navbatda turmaydi va pulni qayerdan, qachon olishini aniq biladi. Avval pensiya to'lovlari ko'pchilik o'rgangan tartibda berilardi. Kimdir oy boshida, kimdir oyning o'rtalarida, kimdir esa mahalla, pochta yoki bank orqali belgilangan kunda olardi. Ba'zi joylarda pensionerlar yillar davomida bir xil sanaga ko'nikib qolgan. Masalan, men har oy 5 sana pensiyamni olaman. Meniki 10 sana kartaga tushadi. Bizning mahallaga pochta xodimi 12 sana keladi degan odat bor edi. Lekin sentyabr oyida jadval qayta tuzilgani sababli hamma ham avvalgi sanasiga qarab xulosa qilmasligi kerak. Jadval qayta tuzilsa, bu pul berilmaydi degani emas. Bu pensiya bekor bo'ldi degani ham emas. Bu shuni anglatadiki, to'lovlar hududlar, banklar, pochta bo'limlari, naqd pul yetkazib berish imkoniyati, dam olish kunlari, texnik yuklama va hujjatlarni tekshirish tartibiga qarab boshqa ketma-ketlikda amalga oshirilishi mumkin. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Masalan, oldin bir tumanda pensiyalar 4 sana, 7 sana va 10 sana oralig'ida to'liq tarqatilgan bo'lsa, yangi jadvalda o'sha tumanning ayrim mahallari 6 sana, ayrimlari 9 sana, ayrimlari esa 12 sana to'lov bo'lishi mumkin. Kartaga tushadigan pensiyalar ham bir vaqtda emas, bosqichma-bosqich o'tkazilishi mumkin. Sababi bank tizimi, moliya organlari, pensiya jamg'armasi ma'lumotlari va to'lov ro'yxatlari bir-biri bilan mos tushishi kerak. Bu o'zgarishdan eng ko'p xavotir qiladiganlar odatda yoshi katta, yolg'iz yashaydigan, dori-darmonga doimiy pul sarflaydigan yoki pensiya puliga qarab uy xarajatlarini rejalashtiradigan pensionerlardir. Men ularni juda yaxshi tushunaman. Chunki odam har oy muayyan kunga tayyorlanadi. Dorisini qachon olishini, elektr va gaz to'lovini qachon qilishini, oziq-ovqatni qachon xarid qilishini oldindan hisoblab qo'yadi. Jadval o'zgarsa, bu reja buzilgandek tuyuladi. Lekin bu yerda eng muhim narsa vahima qilmaslik, lekin beparvo ham bo'lmaslik. Jadval o'zgarganini bilgan pensioner o'zining yangi to'lov kunini aniqlashtirib olishi kerak. Ayniqsa pensiyani naqd shaklda oladiganlar, vakil orqali oladiganlar, kartasi almashtirilganlar, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgarganlar, yaqinda boshqa tumanga ko'chganlar bu masalaga jiddiy qarashi kerak. Birinchi navbatda pensiya olish usulini ajratib olaylik. Pensionerlar odatda 3 xil ko'rinishda pul oladi. Bank kartasiga bank kassasi orqali yoki pochta yetkazib berish xizmati orqali naqd shaklda. Har bir usulda jadvalning o'z ta'siri bor. Agar siz pensiyani bank kartasiga olsangiz, pul tushadigan sana bank va to'lov ro'yxati bo'yicha belgilanadi. Ko'pchilik hammaniki bir kunda tushishi kerak deb o'ylaydi. Aslida bunda emas. Bir mahalladagi 2 pensionerning biri 6 sana, ikkinchisi 8 sana olishi mumkin. Bunga sabab ulardan biri yoshga doir pensiya olayotgan bo'lishi, boshqasi nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lishi, yana biri o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha ro'yxatda turishi mumkin. Ba'zan esa farq faqat bank tizimidagi navbat bilan bog'liq bo'ladi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi bir pensioner har oy 7 sana kartasiga 1,7 million so'm pensiya oladi deylik. Sentyabrda jadval qayta tuzilgani uchun uning puli 7 sana emas, 9 sana tushishi mumkin. Bu holatda o 7 sana bankka borib, nega tushmadi deb shoshilsa, bank xodimi unga yangi ro'yxat bo'yicha hali navbati kelmaganini aytadi. Agar pensioner oldindan mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan sanani aniqlashtirsa, 2 kun bekorga asabiylashmaydi. Yana bir misol. Farg'ona viloyatida yashovchi onaxon har oy pensiyasini pochta xodimi uyiga olib kelish orqali oladi.
oldin pochta xodimi 10 sana kelgan bo'lsa, yangi jadvalda o'sha mahallaga xizmat ko'rsatish kuni 32 sanaga o'zgargan bo'lishi mumkin. Onaxon mening pensiyamni berishmayapti deb qo'rqmasligi kerak, lekin 10 sana o'tib ketsa, jim o'tirmasligi ham kerak. Pochta bo'limiga yoki mahalla mas'ullariga qo'ng'iroq qilib, yangi sanani so'rash kerak. Kimlar albatta tekshirtirish kerak? Birinchidan, pensiyasini naqd oladiganlar. Chunki naqd pul yetkazib berish aniq mashrut va jadval asosida amalga oshiriladi. Bir mahalladan ikkinchi mahallaga kun o'zgarishi mumkin. Ikkinchidan, kartasi yaqinda almashtirilganlar. Agar eski karta muddati tugagan bo'lsa yoki yangi karta ochilgan bo'lsa, pensiya eski karta ma'lumotida qolib ketmasligi uchun bank va pensiya jamg'armasidagi ma'lumot mosligini tekshirish zarur. Uchinchidan, yaqinda familiyasi, pasporti, ID kartasi yoki yashash manzili o'zgarganlar. Hujjatdagi bitta raqam xato bo'lsa ham, to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin. Agar siz pensiyani doimiy bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, yashash joyingiz ham o'sha bo'lsa, odatda faqat sana siljishi bo'lishi mumkin. Ya'ni pulingiz bekor bo'lmaydi, lekin oldingi odatdagi kunga tushmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun telefoningizdagi bank ilosini tekshirib turing yoki bankomatga bir necha marta qatnashmasdan avval SMS xabarini kuting. Men yana bir muhim narsani aytaman. Ba'zi pensionerlar pul tushishi bilan darhol banka yoki bankomatga boradi. Jadval qayta tuzilgan paytda bankomatlarda navbat ko'payishi, ayrim bankomatlarda naqd pul vaqtincha tugashi mumkin. Bu pensiya berilmadi degani emas. Bu faqat naqd pulga talab bir vaqtda oshganini bildiradi. Agar pul kartaga tushgan bo'lsa, do'konda karta orqali to'lash, kommunal xizmatlarni mobil ilova orqali to'lash yoki yaqinroq boshqa bankomatdan foydalanish mumkin. Yana bir real holatni olaylik. Pensioni Otataxon 20 million 800 ming so'm pensiya oladi. U har oy 600 ming so'mini doriga, dard suyitming so'mini oziq-ovqatga, 2,5 ming so'mini kommunal to'lovlarga, qolganini boshqa xarajatlarga ajratadi. Agar pensiya 2 yoki 3 kunga kechroq tushsa, otaxon dorini kechiktirib qo'yishi mumkin. Bunday vaziyatda men oilalarga maslahat beraman. Agar imkon bo'lsa, pensionerning eng zarur dori-darmonlari uchun kamida 35 kunlik zaxira tayyorlab qo'yilsin. Jadval o'zgarishi vaqtinchalik bo'lsa ham, sog'liq bilan bog'liq xarajatni oxirgi kunga qoldirish xavfli. Yana bir vaziyat, pensiya oluvchi ayol kishi kartasini nevarasiga berib qo'ygan. Nevarasi esa pul tushganini tekshirib beradi. Bu ko'p oilalarda uchraydi. Bunday holatda pensionerning o'zi ham karta qaysi bankniki, telefon raqam kimning nomiga ulangan, SMS kimga borishini bilishi kerak. Chunki ba'zan pul tushadi, lekin pensioner xabarsiz qoladi yoki aksincha. Pul hali tushmagan bo'ladi, lekin qarindoshlar tushish kerak edi deb bankka murojaat qiladi. Eng to'g'risi, karta egasi telefon raqami va bank ilovasi bo'yicha ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin amalda muammo chiqargan holatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat dam olish kunlari va bayramlar. Agar sizning pensiya kuni shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelib qolsa, to'lov oldingi ish kunda yoki keyingi ish kunda amalga oshirilishi mumkin. Bu hududdagi to'lov tartibi bank operatsiya kuniga bog'liq. Shuning uchun meniki aniq 8 sana edi deb turib olish to'g'ri emas. Akin sana dam olish kuniga to'g'ri kelsa, tizim boshqacha ishlashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat kartaning amal qilish muddati. Ko'pchilik karta muddati tugaganini faqat bankomat pul bermaganda biladi. Agar karta muddati sentyabr oyida yoki undan oldin tugagan bo'lsa, pensiya hisobga o'tkazilgan bo'lsa ham uni ishlatishda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankka borib kartani yangilash kerak. Eng muhimi, karta yangilangandan keyin pensiya to'lovi shu hisobga bog'langanmi yoki yo'qmi aniqlashtirish lozim. Uchinchi jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sababli bankka yoki pochta bo'limiga bora olmaydi va pensiyani farzandi yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma orqali oldiradi. Jadval qayta tuzilgan paytda ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, pulni olishda muammo chiqadi. Oldin olib yurgandim-ku degan gap yetarli bo'lmaydi. Hujjat amalda bo'lishi kerak. Ishonchnomada pensionerning ism, familiyasi, hujjat raqami, vakilning ma'lumotlari to'g'ri yozilgan bo'lishi shart. To'rtinchi jihat manzil o'zgarishi. Agar pensioner boshqa tumanga,
boshqa shaharga yoki farzandining uyiga ko'chib o'tgan bo'lsa, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan bo'lsa, ayniqsa naqd yetkazib berishda chalkashlik bo'lishi mumkin. Pochta xodimi eski manzil bo'yicha chiqadi, pensioner esa boshqa joyda bo'ladi. Keyin pul kelmadi degan muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun yashash joyi o'zgargan bo'lsa, mahalla va pensiya jamg'armasi bo'limiga xabar berish kerak. 5-jihat pensiya miqdoridagi farq. Ba'zan jadval o'zgargan paytda odamlar pul summasiga ham shubha bilan qaraydi. Masalan, oldin 20 million 600 ming so'm olgan pensioner bu oy 20 million 220 ming so'm tushganini ko'rsa, darhol jadval bilan bog'laydi. Lekin summa kamayishi jadvaldan emas, boshqa sababdan bo'lishi mumkin. Qarzdorlik ushlovi, aliment yoki ijro hujjati, ortiqcha to'langan summaning qaytarilishi, bank komissiyasi bo'yicha noto'g'ri tushuncha yoki boshqa rasmiy ushlov. Bunday holatda bankdan ko'ra avval pensiya jamg'armasi bo'lgan pensiya hisob-kitob bo'yicha izoh so'rash to'g'riroq. 6-jihat firibgarlik. Jadval o'zgargan paytda ba'zi nopok odamlar pensionerlarni aldashga urinishi mumkin. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting. SMS kodini yuboring, yangi jadvalga kiritish uchun pul to'lang. Plastik kartangizni tekshirib beraman degan gaplarga ishonmang. Men buni qat'iy aytaman. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali SMS kod, karta paroli yoki bank ilovasi parolini so'ramaydi. Pensiya jadvaliga kiritish uchun hech kimga naqd pul berilmaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga murojaat qiling. 7-nozik jihat. Bankomatdan pul yechishda limit va texnik nosozlik. Pul kartaga tushgan bo'lsa ham, bankomat operatsiya bajarilmadi deb chiqarishi mumkin. Bu har doim ham hisobda pul yo'q degani emas. Bankomatda naqd pul tugagan, aloqa uzilgan yoki limit sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda bir xil bankomatga qayta karta tiqishdan oldin bank ilovasida balansni tekshiring yoki bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. 8-jihat. Oila ichidagi tartib. Ba'zi pensionerlar kartasini qarindoshiga berib qo'yadi, PIN kodni ham aytadi. Bu amalda qulay tuyuladi, lekin xavfli. Agar karta yo'qolsa, pul yechib olinsa yoki oilada tushunmovchilik bo'lsa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Yaxshisi, pensionerning o'zi nazorat qiladigan telefon raqami bo'lsin, karta xavfsiz joyda saqlansin, yordam beradigan farzand bo'lsa ham, har bir yechim pensionerning roziligi bilan qilinsin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, pensiyani qaysi yo'l bilan olishingizni aniqlang. Karta orqali olasizmi? Bank kassasidanmi yoki pochta orqali naqd shakldami? Chunki murojaat qiladigan joyingiz ham shunga qarab farq qiladi. 2-qadam, yangi to'lov sanasini aniqlashtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi mahalla mas'ullaridan, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan, pochta bo'limidan yoki xizmat ko'rsatuvchi bankingizdan ma'lumot so'rashingiz mumkin. Agar telefon orqali so'rasangiz, ism, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, yashash manzilingiz va pensiya turi kerak bo'lishi mumkin. Lekin karta paroli, SMS kodi yoki bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. 3-qadam, hujjatlaringizni tekshirib qo'ying. Sizda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, pensiya hujjati, bank kartasi, telefon raqamingiz va kerak bo'lsa, ishonchnoma tartibli bo'lishi kerak. Agar kartaning muddati tugagan bo'lsa, bankka boring. Agar pasport yoki ID karta almashtirilgan bo'lsa, yangi ma'lumotlar pensiya tizimida yangilanganini tekshirtiring. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, buni rasmiylashtiring. 4-qadam, pul tushmagan kuni darhol vayma qilmang, lekin sanani yozib boring. Masalan, oldin 7 sana olgan bo'lsangiz, sentyabrda 7 sana tushmasa, avval yangi jadvalni so'rang. Agar yangi jadval bo'yicha ham belgilangan sana o'tib ketgan bo'lsa, shunda rasmiy murojaat qiling. Murojaat qilganda menga pensiya tushmadi deb umumiy aytishdan ko'ra aniq yozing. Men falonchi falon manzilda yashayman. Pensiyamni falon bank kartasiga olaman. Odatda falon sanada tushardi. Sentyabr oyi uchun belgilangan sanada mablag' kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni so'rayman. 5-qadam, bankdan va pensiya jamg'armasidan alohida javob oling. Agar muammo kartaga bog'liq bo'lsa, bank hal qiladi. Agar muammo pensiya ro'yxati, hisob-kitob, hujjat yoki to'lov topshirig'iga bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasi izoh beradi. Ba'zan odam bankka boradi. Bank bizga pul kelmagan deydi. Bu holatda bankni ayblashdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov topshirig'i yuborilganmi, ro'yxatda ism bor yo'qligini tekshirtirish kerak.
6-chi qadam, naqd oladiganlar uyda bo'lmay qolmasin. Agar pochta xodimi ma'lum kuni kelishi aytilgan bo'lsa, o'sha kuni uyda bo'lishga harakat qiling yoki yaqin qarindoshingiz orqali oldindan kelishib oling. Lekin pensiyani boshqa odam olishi uchun rasmiy asos kerak bo'lishi mumkin. Oddiy qo'shnim olib tursin degan tartib hamma joyda qabul qilinmaydi. 7-chi qadam, xarajatlarni 2-3 kunlik farqini hisobga olib rejalashtiring. Ayniqsa sentyabrda maktab xarajatlari, kommunal to'lovlar, kuzgi oziq ovqat tayyorgarligi, dori-darmon xarajatlari ko'payadi. Agar pensiya sanasi siljisa, eng zarur xarajatlarni oldindan ajratib qo'yish kerak. Men oilalarga shuni maslahat beraman. Pensionerning dorisi noni, asosiy oziq ovqati va telefon aloqasi pensiya tushadigan, kungacha yetadigan qilib rejalashtirilsin. 8-chi qadam, hamma ma'lumotni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Mahalladagi gap so'z, qo'shnining taxmini, ijtimoiy tarmoqdagi noma'lum xabarlar doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Hammaga 15 sana berilar ekan. Pensionerlar ro'yxati yangilanmasa pul olmas ekan. Kimdir borib ariza yozmasa pensiyasi to'xtarkan kabi gaplar tarqalishi mumkin. Har bir xabarni rasmiy idora orqali tekshiring. 9-chi qadam, agar pensiya kechiksa yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi. Lekin muammo cho'zilsa, yozma murojaat kuchliroq bo'ladi. Murojaatda shaxsiy ma'lumotlar, pensiya turi, to'lov usuli, oxirgi marta qachon pensiya olingani, sentyabr oyida nima muammo bo'lgani aniq yozilishi kerak. Nusxa yoki murojaat raqamini saqlab qo'ying. Bu keyin masalani kuzatishga yordam beradi. 10-chi qadam, yoshi katta pensionerlarga yordam bering. Men bu gapni farzandlarga, nevaralarga va qo'shnilarga aytyapman. Hamma pensiya ham bank ilovasini ishlata olmaydi, SMSni to'g'ri tushunmaydi, rasmiy idoraga borishga qiynaladi. Ammo yordam berishda ham ehtiyot bo'ling. Pensionerning kartasini olib qo'yish, PIN kodini boshqalarga aytish, uning nomidan tushunarsiz hujjatlarga imzo qo'ydirish mumkin emas. Yordam shaffof va pensionerning roziligi bilan bo'lishi kerak. Men alohida ta'kidlayman, jadval qayta tuzilgani pensiya huquqingiz yo'qoladi degani emas. Pensiya qonuniy to'lov bo'lib, u belgilangan tartibda berilishi kerak. Lekin to'lovning amaliy sanasi o'zgarishi mumkin. Ana shu farqni tushunib olish kerak. Bir narsa huquq, ikkinchi narsa to'lov jadvali. Huquqingiz saqlanadi. Jadval esa oy sharoitiga qarab qayta tartiblanishi mumkin. Yana bir savol ko'p beriladi. Agar pensiya kechiksa, keyin 2 oylik qilib beriladimi? Agar to'lov texnik yoki tashkiliy sabab bilan vaqtida amalga oshmagan bo'lsa, odatda u keyingi to'lovda yoki muammo bartaraf etilgach o'tkaziladi. Lekin har bir holat alohida tekshiriladi. Shuning uchun o'zi kelib qoladi deb bir oy kutib yurmaslik kerak. Belgilangan sanadan keyin mantiqli muddat o'tgach, albatta murojaat qiling. Yana bir savol. Pensiya kartaga tushdi, lekin men naqd yecha olmadim. Bu ham kechikishmi? Yo'q, bu boshqa masala. Pul kartaga tushgan bo'lsa, pensiya to'lovi amalga oshgan hisoblanadi. Naqd yechishdagi muammo bankomat, bank kassasi, limit yoki texnik sabab bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bank bilan ishlash kerak. Agar sizga naqd pul juda zarur bo'lsa, bank kassasiga boring yoki boshqa bankomatni tekshiring. Yana savol. Men boshqa viloyatga vaqtincha ketganman. Pensiyamni o'sha yerda olsam bo'ladimi? Agar pensiya kartaga tushsa, odatda kartadan istalgan joyda foydalanish mumkin. Lekin pochta orqali naqd oladiganlar uchun bu oson emas, chunki yetkazib berish yashash manzili bo'yicha qilinadi. Agar uzoq muddat boshqa joyda yashamoqchi bo'lsangiz, pensiya olish tartibini oldindan rasmiylashtiring. Aks holda pul eski manzil bo'yicha keladi, siz esa boshqa joyda bo'lasiz. Aziz pensionerlar va ularning yaqinlari, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani sababli eng muhim vazifa yangi sanani aniqlashtirish, hujjatlarni tekshirish va pul tushmagan holatda to'g'ri idoraga murojaat qilishdir. Pul odatdagi kunda tushmasa, bu darhol muammo degani emas, lekin befarq qarash ham to'g'ri emas. Karta, hujjat, manzil, ishonchnoma va bank ma'lumotlari tartibli bo'lsa, ko'p muammolarning oldi olinadi. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga tushuntiring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan otaxon, onaxonlar bo'lsa, ularga yangi jadvalni aniqlashda yordam bering. Kommentariyada yozib qoldiring. Sizning hududingizda sentyabr pensiyasi qaysi sana belgilangan? Kartaga tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa, to'lovlar va aholiga kerak bo'ladigan muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.